Uzun HTML dersligi 10-ci qism HTML rəsm ko'rsatish xat kuchi. Biz rəsm ko'rsatish xat kuchini rəsm xat kuch deb olamiz. Rəsm xat kuch IMG xat kuch orqali aniqlab berildi. IMG bosh xat kuch bo'lib, faqat xarakter qiymatlari bor, mazmun va oxirlash xat kuchi yo'q. Masalan, uningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, buningki oxirlash xat kuchi yo'q. IMG da boshlandi, anaki buning xarakter qiymatlari bor. Buni musholat yozamiz. Ondan keyin src xarakteri IMG qiymatiniki inglizcha source, ya'ni asli manba degan ma'noda bo'lib, asli manba xarakter qiymati rasm adresi bo'ldi. Ya'ni buningki asli manbaga biz mana HTML vujud bilan o'xshash darajasiga logo, gif degan bir rasmni qo'ygan bo'lsak, ham shu yerga shu rasmningki adresini bersak bo'ldi. Agar boshqa tor bekatlardagi rasm bo'lib qolsa, boshqa tor bekatlarningki adresini qo'shib yozib, mush qiymatga bersak bo'ladi. Mana misaldagi mana bu rasm qistirish kodini ko'radigan bo'lsak, mana holatda bir parcha rasm qistirildi. Ikkinchi mazmun almishlangan tekst xarakteri alit. Ya'ni bu alit xat kuchi rasm ichilgucha yoki rasm normal ichilmish ko'ringan tekst mazmuni bo'ldi. U ham shundaqla rasm qaraydigan bo'lsak, rasmning ustiga ekasam, uzun HTML deb askartish uchur ko'rildi. Mushayli ko'rilgan uchurmi dal alit xarakteri ichiga yozilgan qiymat bo'ldi. Bu xarakterni belgilashninki menda ikki xil foydali tarafi bor. Birinchisi izlash motorlarininki rasm izlash birlik tarafidan o'ng'ay qo'shilindi. Ya'ni izlash motorlari men rasmni qo'shib olgan vaqtda mushniki alit qiymatiga asosan biz izlagan vaqtda tekst qiymatini kirgizib izlagashga mush alit qiymatiga asosan buning qarta izlash olib bordi. Ikkinchisi ziyorat qilishlarga qulaylik askartish uchurini ta'minlaydi. Bu ham ko'rib o'tdik buni. Mav rasm ichilguchi normal ichilmaslik degan masala qarta, masalan hozir normal holat ko'rindi. Ma'lum kodda men rasmninki ismini xato qilib, boshqa shu bo'lmagan bir rasmning adresini bersam, u chaqda men yerga rasm ko'rinmaydi. U chaqda men xato belgisi bilan men uzun HTML deb bu alat qiymatiga berilgan uzun HTML degan qiymətni ko'rsatdi. Anaki buningga boshqa qiymatlarni bergan vaqtimizda ama oldin saqlagan rasm bor. Buningda yana boshqa rasmlarni ko'rishga bo'ldi. Axir do'stlarni eskərtish, agar bir HTML hujjatiga 10% rasm qistirilgan bo'lsa, bu hujjatni ziyorat qilganda 10 hujjat ichildi. Buning mulozim turi bo'lgan besimi yuqori bo'ldi. Shunga ma'lum torbat ichilish suratini tuzilish uchun amal bor rasmni oz ishlatamiz. Ham bu tor bekatga nisbatan rasmlarni amal bormi shu qisilgan kichikliklarga holatdagi uningki aniq xususiyatga bak ta'sir yetkazmagan asosda shunday rasmlarni ishlatib, bu bo'shliqniki besimini oziltamiz. Agar unda qilmasak rasmchi qo'yib ketib qolsa, cho'qim bu bo'shliqqa qimmat bo'lgan bo'shliqlarni elish to'g'ri keldi.